salomat bo'linglar. Xonadonlaringizda yaxshi kun, yaxshi to'ylar bo'lsin. To'ylarga ham kelish bizga ham nasib qilsin. Sog' salomat bo'linglar. Rahmat. Ben shu yerda prezident xalq qabulxonasida bo'lganimda juda ko'pchilik mana kelib oqsoqol shu yerda edilar. Ko'pchilik kelib murojaat qilardi. Buni qarangki, bugungi mana shu ochilish konstitutsiya kuni bilan bog'liq tomoni bor. Chunki konstitutsiyada asosiy moddalardan bittasi Said Sobirov, bu konstitutsiya xalq uchun xalqparvar bo'lish kerakda. O'sha uchun ham bugun aynan shu bilan to'g'ri kelib qolganini qarang. Sizlarni birinchidan mana shu asosiy qomusimiz bilan tabriklayman. Ikkinchidan mana shu Samarqand viloyatini o'zida respublika-ku mayli. Samarqand viloyatini o'zida muhtaram yurtboshimiz rahbarligida qilinayotgan ishlarni son sanog'i yo'q. Qarangda bitta sitini o'zini oling, ko'chalarda oling. Bu yerda hozir Maxtumi Azam qurilishi, bu yerda Xo'ja Ismoil qurilishi, jumladan mana ko'priklar qurilishi hammasi bu tarix. O'sha uchun hammamiz duo qilishimiz kerak, hammamiz yaxshi fikr bildirishimiz kerak. Yurtboshi omon bo'lsinlar, atrofdagilar sog' salomat yurib, mana shunday qurilishlar hokimimiz boshchiligida bardavom bo'lsin. Katta rahmat hammalaringizga, muborak bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum tumandoshlar. Haqiqatan to'yga to'yona degandik. Mana bugun 8-dekabr O'zbekiston Konstitutsiyasi qabul qilingan kun bayram keng nishonlanmoqda. Bizda Samarqand tumanida Qo'shaloq bayram, mana qarang to'yga to'yona, mana ko'prik ham qurilishi nihoyasiga yetkazilib, bu nafaqat jar qishloqlar uchun, balki qo'shni mahallalar uchun, mana Andijoni bor, bu yerda Qavchidon bor, tevarak atrofdagi 7-8 ta mahallaga xizmat qiladigan, xalqiga xizmat qiladigan ajoyib ko'prik. Bu mana hozir ko'rib turibman, jaji bolajonlar turib turishibdi, qatnashmoqda. Bular yerda katta bo'lsa yodiga qoladi. O'sha 2025-yilda dekabr oyida qurilib foydalanishga topshirgan ko'prik deb hammasi yodlashadi, eslashadi. Shuning uchun bayram hammamizga muborak bo'lsin, ko'prik hammamizga muborak bo'lsin. Faqat yaxshi kunlarda xizmat qilsin. Rahmat e'tibor uchun. دوستای عزیز، امروز همه شما خوشبخت‌ترین، تالیتون بلند. برای سالها آرزو می‌کردید که من خیلی کوپرک زمانوی شود، رفتارم رو بیام آسان شود، مشکلمو گفته امروز من دیده استودیم یک جای اشتراک کرده استودیم. کوپرک اصلا ساحل رو به ساحل